Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Artejon. Bugun Minecraftda Moja launcherni qotmaydigan qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdi. Birinchi bo'lib mana bunaqa joyga kiramiz mana. Masalan, mana bunaqa qalamchi joyga bosamiz, mana bunaqa narsalar chiqadi. Bu yerga kirmaymiz. Birinchi bo'lib mana o'cham bosamiz. Keyin nastroyga joy tushiradi. Keyin birinchi video retro joyga kiramiz. Mana shuni bilish kerak sizlarda. Mana bular yo'qolib turish kerak. Telefoningiz qotmaydi. Keyin shu turgandan keyin shular muhim. Keyin mana bu yerga strelkacha bor tepaga. O'shani pastga shuni tepaga ko'tarasizlar, shu ko'tarib tepaga ko'tarasizlar. Kev new instek ni bosasizlar. Keyin Kev mod packs instantni bosasizlar. Oxirgisidan birinchisi, keyin bu yerdan telefoningiz uncha yaxshi qotayotgan bo'lsa, 2-3 FPS ochayotgan bo'lsa, mana buni yuklasizlar. Yaxshisi. Yoki undan ham yomon ishlasa, mana buni yuklasizlar. Birinchi bo'lib men mana yuklayman mana. Xohlagan versiya bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Xohlagan versiya bor bu yerda mana. Mana. 1.16.5 gacha ekan oxiri. Keyin men hozirchalik 1.21 ni qilaman, hozir ko'rsataman hozir. Masalan, hozir 1. sal balandroq versiyani ko'ramiz hozir. Xo'sh. Mana 1.21 versiyani olamiz, yuklaymiz. Bosasizlar, instani bosasizlar. Versiyani bosasiz ustiga, keyin instan bosasizlar, kutasizlar. Yuklashini kutasizlar. Bu Moja launcherda ham ishlaydi. Hozir Moja launcherda ko'rsataman. Videoni shu joyda o'tkazib yuboramiz. Mana yukladi menda mana. Birinchi o'zi bosib turadi ana shuni. Keyin start ustiga bosasizlar mana. Kutasizlar. Yuklagan bo'lishi kerak sizlarga mana. Kirib ketadi mana. Kutasizlar. Sizlar kirib ham oldi mana. Kirib ham oldi mana. O'zbek tilida ko'rsatadi mana modlar. O'zini alohida modlar bo'ladi. 41 ta mod deb ko'rsatilgan. Shuncha modlar. Shunday modlar keyin bu yerga kiramiz. Yolg'iz o'yin joyiga kiramiz. Tezroq kirsin deb ko'rsatyapman. Kutamiz. Mana bizning ichi o'chyapti 18. So'ng balandroq qilamiz. Mana bu yerga sozlamalarga kiramiz. Resurslar to'plangan, shularni tashlaymiz hammasini. O'ziniki bu. Tashlaymiz hammasini. Bundan tashqari. Tashlaymiz. Keyin kutani bosasizlar. Grafik sozlamalarga kirasizlar. Changlarni normal sizlardan biladi. Ikki changda masalan mana ikkita qo'yaman. Mana turyapti shuning uchun. Kod yaxshi ishlamayapti. Ikkita qo'ydim. Mana buni bosasizlar, keyin mana buni ishlatish uchun mana buni bosasizlar. Tayyor bosasizlar keyin. FPS o'chyapti mana. 38, 36. Mana o'chyapti mana. Shu o'chadi. Hozir sozlamalar tayyorlasam. Qiyinchilik tinch. Xo'sh, mana endi grafik sozlamalar kirib. Chekni 8 qilib qo'yamiz. 8 normal. 3 qilib qo'yamiz. Normal tursin. Maksimalni qo'yamiz. Xo'sh, qulaylik. Endi joyni ko'rsataman mana. Buni hammasini 0 qilib chiqasan.
O'zbekcha kutadozlar, kutazlar. Kutazlar, ana shu to'lishini kutazlar. Mana 8 changda mana 26, 34 bemalol 30 o'chab turing, siz ham qotmasdan mazza qilib o'ynasalaringiz bo'ladi. Topshiriqlar ham o'zbek tilida. Yuklasalaringiz. Kanalga like bo'lib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bilan Artijon bo'ldi. Hammaga xayr.